Suv tanadagi ko'plab funksiyalari orasida tana haroratini normal tartibga solish va jismoniy hamda kognitiv funksiyalarni saqlashga hissa qo'shadi. Tanamizning 3 dan 2 qismi suvdan tashkil topgan va ko'pchilik kimyoviy reaksiyalar o'tkazilishi uchun suvga muhtoj. 2 dan 3 gacha iste'mol qilishni maqsad qiling. Kuniga litr suv bu taxminan 8-10 stakanga teng. Masalan, jismoniy faollik ko'paygan paytlarda yoki issiq ob-havoda bu miqdorni oshirishimiz kerak bo'lishi mumkin. Kattalarning yarmi bu tavsiyalarga javob bermaydi va chanqoq bo'lganingizda tana allaqachon suvsizlangan bo'ladi. O'simlikli aloe mango konsentrati bu mazali, kam kaloriyali ichimlik bo'lib, suvsiz qolishga yordam beradi. Unda 40 aloe mavjud. Vera sharbati aloe vera bargidan olingan bo'lib, eng yuqori sifatga erishish uchun sovuq press usulida olinadi. Aloe ingredientidan o'simlik aloe mango konsentrati yuqori kaloriyali shakarli ichimliklarning mukammal o'rnini bosadi. Suvingizni aloe mango konsentratining tetiklantiruvchi ta'mi bilan jonlantiring. Bu sizga optimal suyuqlik darajasiga erishishga yordam beradi. Qo'shimcha ma'lumot uchun bugunoq Herbalife ovqatlanish azongiz bilan bog'laning.